Mana bunaqa popkorndan sotgandik. Mana ochdim hozir. Mana men Germaniyada birinchi marta bolalarim uchun popkorn qilyapman. Oldin qiziqmagandim. Bolalarimga o'zim qilib berishga qaror qildim. Birinchi yog' quydim boshida. Ozgina, undan keyin shakarni unda eritdim. Qoqilib otilib ketishidan rosa ham qo'rqaman to'g'risi. 2026-yilda mana popkorn pishiryapman. Bugun qoram yog'gan. Popkornni kim uyda qanday tayyorlaydi yoki boshqacha usullari ham bormi? Men bilmagan. Poqirlashni boshladi, bittasi och. Mana men skоворodkada qildim. Skоворodkada to'la popkorn chiqdi. Tadam, mana ajoyib popkornlar. Issiqqina tandirdan chiqqan deydi-ku, xuddi shundayda.